Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizga PlayStation 5 keldi. Janubiy Koreya Respublikasidan. Hozir o'shalarni pochtaga kelyapmiz olishga, dostavka. Va uyga borib, rasbokovka qilib, obzorni keyin qilamiz. Beshimizni ham oldik, endi buni uyga borib rasbokovka qilamiz. Shunday holatda kelibdi. Janubiy Koreyadan. PlayStation 5 topib oldik. Endi buni ochib ko'ramiz, yaxshilab. Mana ketdik bo'lmasa. Burada ikkita joystick var. İkkalasi ham g'ilofda ekan, biri oq, biri qora. Oqimiz zavodskiy, qora. Alohida sotib oldim. Mana shunaqangi halol nimalari, kribochkalari bilan ajoyib holatda. Ularni oldik. HDMI kabel o'zini original zavod. Bu yerda titaniya kabel o'ziniki. Keyin o'zini original 105 zaryadka kabel, keyin naushnik bor ekan bu yerda. Naushnik e'londa ko'rsatilmagandi. PlayStation podstavkasi bu. PlayStation holatda turganda qo'yilgan narsa, hozir disk bor ekan. Disk. Spider-Man Miles Morales diskimiz. Disk yangida 90 obloshkasi bor albatta. Yangida disk yo'q. Zo'r. Endi PlayStation qoldi. PlayStation'da olamiz dedi. PlayStation'da 5'imizde o'zini radnay paketi bu. PlayStation 5'imiz yangidek holatda. Bu ham menimcha shunday korobkadan ochilgan, o'ynalmagan deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Hop. PlayStation 5'imiz mana shu. Boshqa nimani tekshiradi? Ichida endi o'yinlari bor, to'g'ri. Bu ma'lumot berib o'tay, bu 3-reviziya, FATning 3-reviziyasi bu. Hozirgi zamonda savol tug'ilishi mumkin. PlayStation FAT olaymi, Slimmi, Promi deydiganga. Xo'p, agar sizda PlayStation 5ingiz bo'lsa-yu, masalan, eski 1-reviziya FAT versiyalari bo'lsa, arzimaydi ular. Pro ham, Slim ham bo'lmaydi. Slimni axlajdeniyasi, buni axlajdeniyasi katta, o'zini haybati ham katta-ku bu. Buni axlajdeniyasi ham Slimga qaraganda katta. Slim tez qiziydi. Shunda kuler oboroti tezroq ishlaydi. Buni kuleri katta bo'lganligi uchun unaqa qizib, ovoz chiqib ketmaydi, zo'r ishlaydi. O'shaning uchun FAT modelni maslahat beraman. Agar yo'q 800-900 ming dollar pullaring bo'lsa,
bemalol Pro'ni olsalaring bo'ladi, lekin farq sezmaysizlar, birga bir. Bunga GTA 6 chiqadi demoqchiman. Hamma kutyapti, mana shu yil dekabrgacha chiqish kerak. Yana ham bilmadim, yana cho'zishi ham mumkin. Xullas, yana qanaqa ma'lumot bersa bo'ladi? Bu Koreyadan keldi. Kimga qiziq bo'lsa, lichkaga yozing. Telegramchiga buyurdi. Bemalol nima qilsak bo'ladi? Bemalol ma'lumot olsalaring, shunaqangi holatdagi PlayStation'larni zakaz qildirsalaring bo'ladi. Men orqali albatta. Xo'p, yana nimani aytsa bo'ladi? Obzorimiz shu yerda tugaydi. Hamma narsani tushuntirdim. Yangiday narsa. Xo'p, o'yinlar haqida agar savol nimalar bo'lsa, shu kommentariya, like bilan poddershka qiling. Men keyingi videoni o'shanga bag'ishlab chiqarishim mumkin. Buguncha bizda shular edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling, do'stlarga ulashib keting. Buguncha bizda shular edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, paka. We're down here too long, Enzo. But notice we're gone. Come on. Just down here. In a shell. Who cares? One more tremor. We'll be buried here too. Head down. Someone had to help you. Whatever they need to. We're getting... Madre. Look at that. Think we should be worried? What is it for tomorrow?